Toshkent shahrida ko'rish bo'yicha nogironligi va tayanch harakat tizimida nuqsoni bor yoshlar o'rtasida shashka bo'yicha shahar chempionati bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqa nafaqat sportchilarning mahorat sinovi, balki ular uchun katta musobaqalarga yo'l ochuvchi muhim bosqich sanaladi. Ushbu chempionatda ishtirokchilar aql, zakovat va strategik tafakkurlarni sinovdan o'tkazishdi. Qizg'in va murosasiz bahslar davomida eng kuchli ishtirokchilar saralab olindi. Musobaqa qatnashchilari nafaqat g'oliblik, balki O'zbekiston chempionatida ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun dona surishdi. Ushbu musobaqada 77-chi nurli maskan hamda 100-chi maktab internatida tashrif buyurgan sportchilar va ular barchasi shu Toshkent shahar Yosh gvardiya bolalar va o'smirlar sport maktabida shug'ullanuvchi sportchilar tashrif buyurgan va 50 dan ortiq sportchilarni ushbu musobaqaga qamrab oldik. Ushbu musobaqada o'tkazishdan maqsad bizda yaqin kunlarda aynan mana shu nogironligi bo'lgan yoshlar o'rtasida 5 ta yosh toifasida O'zbekiston chempionati bo'ladi va ushbu O'zbekiston chempionatiga eng yaxshi iqtidorli sportchilarni saralab olish maqsadida mana shu musobaqani tashkil qildik. Yaqinda mana kattalar o'rtasida ham ko'z ojiz va ko'rish bo'yicha nuqsoni bor erkaklar, ayollar 23 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi Buxoro viloyatida va ushbu musobaqa Antaliyada o'tkaziladigan jahon chempionatiga saralash edi va ushbu musobaqani o'tkazib kelib Toshkent shahar jamoasi 6 ta yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Shashkachilar orasida nafaqat mamlakat chempionlari, balki jahon chempionatida yutuqqa erishgan yoshlar ham o'rin oldi. Bu ham raqobatni yanada qizdirdi. Mana shu musobaqada 6 ta qiz edik. 5 ta o'yin bo'ldi. O'sha o'yinda bir marta nisha qilib qolgan hammani yutdim va 16 yoshgacha birinchi o'rin bo'ldim. O'zi bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida, ya'ni jahon chempionatiga saralashda yuzkatek bo'yicha ikkinchi o'rin bo'ldim va jahon chempionatiga yo'llanma oldim. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, bunday tadbirlar imkoniyati cheklangan yoshlarning jamiyatga integratsiyasi, ruhiy va jismoniy rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kabi musobaqalarda barcha g'olib. Shu bois eng yaxshi natija qayd etgan shashkachilar haqida to'xtalmaymiz. G'olib va sovrindorlar tegishlicha medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. O'yinlarni yurtimizda mehmon bo'lib turgan Xalqaro shashka federatsiyasi rasmiylari kuzatib, taqdirlash marosimida ishtirok etishdi.